Assalomu alaykum. Hoji aka mumkinmi kirorim? Kiring. Assalomu alaykum hoji aka. Va alaykum assalom. Maslahatli ish bor aka sizda. Bormisiz? Borman. Qani bitta duo qilsinlar. Allohu akbar. Hoji aka, bir siz bilan maslahat qilgani kelyapti-dim. Nima xizmatida? Ozroq pulim bor edi. Aha. Shunga nima biznes qilishni bilmay, siz oldingizga kelyapman-da hoji aka. Muammoyo. Oz-ozdan. Biz ham sizga o'xshab yuraylik hoji aka. Ko'ryapsiz, kam bo'lmayapmiz. Qo'sha mashinalar, qo'sha domlar, uylarimiz mana ko'ryapsiz. Azizam xursand bo'lib yurasiz. Bir oyiga 1000 danmi kam bo'lib qolmaydimi? Rahmat hoji aka, rahmat. Odamlar to'g'ri aytishgan ekan. Hoji aka, men boray. Mayli. Xo'p. Borishimizni aytganmisan ish qilib? Ha, aytib qo'yganman, xavotir olma. Bo'ldi, ishimiz bitsa bo'ldi. Hoji aka, yaxshimisiz? Aytgan mehmonimni olib keldim. Hoji aka, yangi o'lchab olib keldim. Mashina kerak. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Hoji aka, sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsiz. Boshingga bir musibat tushib qoldi. Aha. Shu 6000 pul kerak. 2 oyga boshqa bir ishonchli odam bor deganiga yoningizga keluvdik. Endi 2 oyga 6000 bo'ladigan bo'lsa, 2 oyga $10,000 qilib berasiz-da. 10,000? Ha, 10,000. Bo'ldi hoji aka. Ishimiz bitsa bo'ldi hoji aka. 2 oyda inshaalloh qaytaraman, harakat qilib. Hop. Nima bo'ldi, ishing bitdimi? Ha, bitta oshna. Hoji aka yaxshi inson ekan. Yaxshi. Sen bilan xabarlashamiz, oshna, rahmat senga. Hop, sog' bo'l. Hop. Hoji aka, menga do'la yo'qmi? Yaxshi. Rahmat. Ertaga ikkita mijoz bor. Kafayo kishi.